bitta har gal so'raymanda, ukollarda gormon bormi deb. Yo'q deyishadi, yo'qda. Qaradim ukollarni o'qib qarasam, gormon hech qanaqa yo'q. Men so'radim, qizlardan ham nechtalarni so'rayman, bitta gormonlar yo'qmi? Nima? Men og'riqlarim qolib ketyapti desam, men yo'qda. O'sha mana shuni instruksiyalarni anaqalarni o'qidim. Действительно, гормон yo'q, lekin tuzalish bor. Sizni nimangiga gormon shartmi? Sizga o'sha standart nechalarni qilib? Avvalgi davolangan joylarda har doim gormon bilan yetkazib yuboradi. Undan keyin 10-15 kundan keyin boshqatdan qilishni boshlaysiz, o'zingiz bilasiz. Mana shunaqa davolarda. Aseptik nefrit kasalligi bu qon tomiri tiqiladi, arteriya. O'sha son suyagining boshchasini qon bilan ta'minlaydigan arteriya tiqilganda, bizning maqsadimiz nima bo'ladi? O'sha tomirni ochish, maqsad qon aylantirish. O'sha oziqlantirish, son suyagi boshchasini. Ana o'zi sekin-sekin hamma narsa shunga qaratilgan bo'ladi. Uni nazarda bilish kerak, kasallik sababini to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri yondashish kerak. Gormon yana emas. Xudo yaxshi bo'ladi. Yaxshi emas. Yana 2 oydan keyin keladimi, hurmatli yurtdoshlar? 2 oydan keyin kelaman, yana shahar sifatida ko'rikdan o'tkazishar ekan. Ana, yaxshi-da. Qala, yoqdimi klinika? Yoqdi, zo'r klinika. Doim hisobotini.